Oddiy oilada katta bo'lganman. Otam toza hududda ishlaydi, onam shu maktabda oddiy texnik xodimi. O'zim yoshligimdan orzu qilganman, ustachilikda o'rganishni. Vaqtlar o'tib Olim aka ustozimga shogirdlikka tushdim. Yaxshi hunarlarni o'rgandim. Ustozim menga ustachilik sirlarini o'rgatdi. Ustozimdan shu ustachilik sirlarini o'rganganimdan keyin o'zimda ham shu alohida ustaxona ochishni niyat qildim. Prezidentimiz tomonidan yoshlarga keng imtiyozli kreditlar berib, hammani o'zini orzusi bo'lganda, mening o'zimda orzum bo'lgan. O'zimda ham shaxsiy ustaxonam, shaxsiy ish daromadim bo'lishini orzu qilganman. Ishimning orqasidan daromad qilishni orzu qilib, o'zim mustaqil odam bo'lishni orzu qilganman. Orzularning bari tamal toshi bo'lganda, o'sha prezidentimiz tomonidan belgilangan 62-sonli qarorda eshitib qoldim. Yoshlar yetakchisi tomonidan menga yordam qilib 75 million so'm kredit olib berilishdi. Bugungi kunda kreditni olganimdan so'ng o'zimga yarasha mo'jazgina ustaxonamni ochdim. Hozirgi kunda o'zimda mijozlarim bor. Bugungi kunda 300 ming, 400 ming atrofida kuniga shuncha daromad qilaman. Men tengdoshlarimga shuni aytgan bo'lardimki, harakat qilishdan, tavakkal qilishdan hech qachon qo'rqmaslik kerak, chunki bizning yurtimizda prezidentimiz tomonidan hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Faqat oldinga intilish kerak va harakat qilish kerak.